Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Haftalık haber analizi programımızı görüşünlerini karşıladığımız ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmenlerimiz bugün 2026 yılı 28 Mart Şembe. Her Şembe günü bir hafta jarayanda bulup ötken meyli vatanımız Şarkı Türkistan'a alakadar bolsun ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini kısa analiz kan şekilde huzuruna sunup kelivatımız. Onaqta aldı bilen bu haftadaki haberlerimizin mavzularına köz yürütüp öteydi. Xitay heyt günüde chet el elçilerini yığıp Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini akladı. Xitay mütehassıs Taliban hükümeti Şarkı Türkistan İslam hareketi meselesinde talebimizni kandırmadı degan sözlerini qildi. Kanadadaki Xitay parlament a'zosinin Uyg'ur majburiy emgekini inkar qilishi g'ulg'uli qo'zg'adi. Bu ve bundan başka bir qancha xabarlarimiz bo'ladi. Bundaqda başlayıp kelsek. Xitay heyt günüde chet el elçilerini yığıp Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini akladı. Kadirli görürmelerimiz elbette Xitay tecavüzçülerinin yıllardan bu yan vatanımız Şarkı Türkistan'da halkımızga heytinin xuşallıqını, tehditmağallıqını, asla ne ruzi heyt, ne kurban heyt bu xuşallıqlarını yaşap bakmağallıqını bilmez her bir Uygur bulu süptümüz bilen. Bu faciada yüz beriyotgan mushundaq dafsandiciliklar to'xtovsiz holatda elib berilayotgan bir mezgilda bu nomussiz tajovuzchilar yana qilchilik yuzi qizarmasdan beshamlarcha mana shundaq o'zini aqlab yana bu yerda qilayotgan jinoyatlarni yoshirish uchun bu yig'inni o'rinlashtirdi. 20 Mart günü yani Rozi Heyt'nin birinci günüde Beycan'da 40 devletinin Xitay'da turuşluq elçilerini, diplomatlarını yığıp Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini akladı. Xitay Teşviqat Organı atılmış Şinjan gezisinde bəs-bəsli berildi bu haber. Yığınğa Xitay Merkezi Komitet Birlik bölümünün ki muavin başlığı Wang Ruijun, Merkezi Komitet Taşqı İşlər İşxanasının muavin müdiri Juchin ve Taşqı İşlər Ministerliğinin Minister Yardımcısı Xongli qatarlıq yuqur derecelik əməldarlar ve atılmış Uyghur Abdümraylık Partiya Komiteti'nin sekreteri Çin Şaocan, Qorçaq Reis Erkin Tunyaz qatarlıqlar qatnaşdı bu yığınğa. Qatnaşıp elbette vatanımızı qılıbatqan bastırışlarını, cinayetlerini bir yere aqlab bu elçilerge. Bu elçilerin ki 40 neşvatının hemmesi qaraydigan bolsak mı? Hemmesi yıllardan buyan BDT yığılırdı Xitay'nın ki Xitay taraf turup avaz qo'shib kelayotgan, Xitayga bir şekilde bağlanıp qalgan, özünün gipini anlaydigan elçilerini yığıldık. Çünkü başkalarına bu yalğan teşviqatını bu sepsetisini satamaydı da Xitay hamda. Bu mesela Beycan'da 40 devletinin elçisi yok. Nimişqa atrafıdaki maşundaq özününki depini çalıdığan, özü bir cihetten özüge bağlı olgan elçilerini çağırdı elbette bilimiz bunu. Bu numussuzlarniki Çin Şaocan yığında söz kılıp Xitay Kompartiyasının atılmış Şinjan'ı idare kılış tedbirini tuluq umumyüzlük izchillashtirganligini. Cumhuriyet milleti ortak gevdisi eğini müstehkemleşini asasi liniya kılıp her qaysi milletlerinin keng dairede arılışı, yuğuruluşunu küçeytkenlikini oylap qaylı. Aslında bu sözünü qılıvatqan vaqtida Xitay bir tarafdan özününki qandaq assimilasiya qilib bu milletni, Şarkı Türkistan xalqini yo'qitayotganligini e'tirof qilgan bo'ldi amaliyotda. Ya'ni sen bu yerda har qaysi milletlarning keng doirada arilishi, yugurilishni kuchaytdik biz degan vaqtda, ya qaysi milletga yugurilib bir-biriga arilishib ketyotdi. Sen bu zaminning egilari bo'lganda Xitoydan iborat yani cho'ng Xitoychilik Xitoylashtirdim ben. Xitay milletinin içine yırtıp ettim bulan deb ameliyatı cinayetini bir taraftan eğer de bu yemek içmeklerini mıngısı üçün yegenli bir insan bolsa bir yerde olta Allah'ınki. Ameliyatı bunu his kıldı. Her kandak biz sırtın közet küçümü eğer aklı yegen bolsa bu yegen nesini mürüsünün üstündeki işleydiğin kallı olsa bu ibarelerin hemmesinden Xitayning ameliyatı qandaq bu milletni assimilasiya qilib bu Xitayning ichiga singdirib, eritib, yo'qitib atganligini his qilish kerak asli bu so'zlardan. Yani Xitayning tili bo'yicha mush so'zlarning hammasi assimilasiyaning eng kuchli shaklda icra qilinayotganligidan boshqa narsani tushunish mumkinmi bu so'zlardan?
insani hukuklarının kapaletini, bu bütünlüğü emdi numussuzlarca yalgancılık o. Üzlüksüz terakki kılganlığı, halkının siyasi, iktisat, medeniyet, dini itiqat erkinlik cihetlerde vay numussuzlar. Şu sözlere qarap bakaylı. Bu bilgirlaşlığa qarap bakaylı. Başka Xitay əməldarların bu yerdə söz qılıb atalmış cəmiyyət məqamlığı əbədi əməllik yıllardan beri toxtumay tovlayatqan, ağızdan köpük çıxırıb sözləyatqan sözlər bular. Muşundaq bu xizmətlərini Şərq Türkistan'da muşundaq asasi xizmətlərinin baş nişanı qılğanlığını Şərq Türkistan'ın Yipək Yolu iqtisad bəlbək yadroluq rayonu əvzəllikidən faydalanıb O'rta Asiyadakı hər qaysı dövlətlər bilan bolğan həmkarlıqni texmi küçəytidiganlığını qatarlıq bu səfsətlərini davran saldı bir yerdə. Halbuki növbəti Şərq Türkistan'da bu numussuzlar oturğa qoyğan bu səfsətlərin dəli əksicə nimelerinin yüz berib atqanlığını elbette en başta Uyghur halkı ve başka insani hukuk, kişilik hukuk teşkilatları, nurgun nüfuzluk organlar, axbarat merkezleri yıllardan bu yan elan qılıb atqan bu nəslərin həmmisi də bastırışının, ezişinin, assimilasiya qilishinin toxtavsız davam qılıb atqanlığı uçuq aşkarı bir mesele bu. Hiç kimge quva bo'lib qolgan bir mesele emas. Bu numussuzlar hatta bu yig'inni dal Ro'za hayitininki birinchi kuniga o'rlashtirgan bo'lsa-mu, 20 mart tarqalgan sirlar aslida yillar ilgirki bir qancha yillarda Xitoy tashviqot uchun ishlatib turgan o'zi shu cheklik doirada bu cho'ng masjidlarda qilingan namoz o'qiganlarni ko'z tutib turib Muşunda Müslümanlar bir yerde namazlarını kıldı, roza etini, o etini, bu etini tebrik edip, bunu teşvikat kılıp bazağı salattı özününki erkinlik belgellikini teşvik kılattı. Ama bu yıl mesela yetinin aldı keyinde Ramazan mezgilde asla görmedik, hiçbir bu Ramazan rozasına alakadar hiç kandak bir görünüş resimlerini. Bu aynı bütünlüğü ibadetsiz, ötküzgənliki məlum həmmimizə. Heyt küllərini çəklimi nazaret üstüdə, işçidə ötküzgənliki həmmimizə məlum bir məsələ. İlgirki dəxlam yana və bu heytli muxtayla bütün Müslümanlar bilan oxşaş gündə rozu heytini təbriklişigimi, bunun qomunçilimi qəsdən bir gün keçiktirib bikitkənlikini bilməsi. Muşu dərəcədə cinayətlə davam qılıb atıdım. Heyt namazı alaqadar mı hiç qandaq ettiğin kiyim hazırgacha hiç qandaq bir görünüş. Xitay taqatqan, Xitay özünün tətür təşviqatı üçün işildidigan bir materialni hazırgacha kömüdük yani. Bunu mu bütünlay? Bunundan mı vazgeçkende Xitay? Bunun dal ilgiri bu ibadet qılıb atqan, namaz o'qigan o görünüşlerini bergen bolsa, bu yıl bütünlay bu fəaliyyətlərin hammasını yo'q qilib, bununğa chidamay bunu mussuzlar yana şu mesaj kirib ketmesin deb bu yıl bütünlay saqt təşviqat hareketlerini ro'za o'tkuni Uyg'urlarning Xitoylar bilan bir oila kishilardek birga heyt o'tkazganligini tashviq qilish orqali bu muborak kunlarni atalmış Millatlar İttifaqlığı təşviqatı uchun kozir qilib ishlatdi bu heytda. Qadrli ko'rmalarimiz. Demek mana bu shundaq darajada numussuzlarcha bu bostirish davom qilyapti, ko'z bo'yamchilik davom qilyapti. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Xitoy mutaxassis Taliban hukumati Sharq Turkiston islom harakati masalasida talabimizni qondirmadi. Albatta qadrli ko'rmalarimiz, bu haftadagi muhim xabarlarning biri bu. Taliban meselesi yıllardan buyon biz Xitoyninki Afg'onistonda nurg'un masalalarga bo'libmi Sharq Turkiston u yerdagi Uyg'ur mujohidlarini ansirab Taliban hakimiyetga chiqqandan keyin qandaq planlarni tuzayotganligini, qandaq nurg'un kelishimlar bilan Talibanni qo'lga kirgizish uchun tirishchilik ko'rsatayotganligini hammamiz bilamiz. Nurg'un mutaxassislarimiz bilan yillar ichida biz qanchadan qatim suhbat qildik. Lekin bu qatim Xitoyning bir şu Şanghaydaki muhim bir tadqiqot organindagi bir Xitoy mutaxassisniki bu so'zlarni oshkorlab qo'yishi g'ulg'uliq qo'zg'agan bir masala bo'ldi. Amaliyotda ichki masalaning nadindan kelib ketayotganligini tushuntirib berdi bu mutaxassisning so'zlari. Bu Xitoy Pokiston yaqinda Pokiston va Afg'onistonga tekshirish uchun borgan bu Xitoy. Taliban hukumatining bu tekshirishdan keyin Taliban hukumatining
Xitoy Sharq Turkiston islom harakati haqida o'tirg'a qo'ygan talablarni to'liq qondirmaganligini oshkorlab tashildi bu Xitoy. Shanxay Xalqaro munosabat instituti Janubiy Osiyo tadqiqot markazining mudiri Liu Zongyi degan bu Xitoy bu yilning 5-ida Afg'oniston va Pokistonga tekshirishga borgan bo'lib, bir necha kun burun Xitoydagi kuzatuvchi to'rining ziyoratini qabul qilgan. Bu Shanxaydagi bir to'r. Buning ziyoratini qabul qilib, Afg'onistonning umumiy vaziyati, Xitoy-Afg'oniston munosabati haqida tafsiliy to'xtalgan. Kuzatuvchi to'ri muxbiri Liu Zongyidan Taliban hukumatining terrorlikni yo'qotish masalasiga qanday pozitsiyada bo'layotganligini so'raganda shu so'zlarga diqqat qilaylik. Bu javob berib deydi-ki, u bexatarlik temalari bo'lib, Sharq Turkiston islom harakatiga aloqador masalalar biz bilan Afg'oniston talibanlari o'tirisidagi aloqada eng qiyin tugunga aylanib qoldi. Yani biz deyotganda Xitoy rejimini, yani Xitoy rejimi bilan Afg'oniston Taliban hokimiyati o'tirisidagi eng qiyin tugunga aylanib qoldi degan shaklda javob bergan. Yani Xitoyning davlat tarafidan qo'llab kelayotgan aqisi davlat bo'lgan bir tadqiqot markazininki 5-dagi bir shaxsning so'zlari. Deydi-ki, o so'zda yana ular Sharq Turkiston islom harakati tashkilotining navbatda butunlay o'zlarining kontrolligida ekanligini ishonch bilan aytgan bo'lsa-mu, ya'ni Talibanlar bundoq degan bo'lsa-mu, ammo Xitoy tarafining munosabatlik talablarini to'liq qondirishni xohlamaydiganligini aniq ifodaladi degan shaklda. Yani Talibanning bundoq ifodalayotganligini so'zlariga ilova qilib bu shaklda so'z qildi. U buning sabablari haqida to'xtalib, tarixiy jihatdan aytganda Sharq Turkiston islom harakatidagi nurg'un a'zolar ilgari Talibanlar bilan mo'rini tirab jang qilg'achqa sabtashliq mehri bor ekanligini ularning orasida diniy jihatdan aytganda ikki tarafning o'xshashli islom diniga e'tiqod qiladiganligini, an'ana jihatdan aytganda pushtularning qabila an'anasiga asosan ularning panohlik tilaguvchilarini topshirib berish emas, balki qo'g'dash majburiyati borligini, ijtimoiy jihatdan aytganda ular bilan yerlik afg'onlar o'tirisida quduliq qatorliq ijtimoiy aloqalarning mavjud ekanligini bildirgan. Albatta, bu so'zlar bu xili Ravurs tadqiq qilganligini tushuntirdi bu Xitoydanki bu rayondagi butun masalalarni hammamiz bilamiz. O'z vaqtida Amerika Bin Laden talab qilgan vaqtida Afg'onistondan shu bir shaxsni topshirib bermaslik uchun qanchalik zo'r badal to'laganligini keyingi yillarda hammamiz bilamiz. Yani pushtularninki qabila an'anasini bu yerda jiddiy shaklda tilga olgan. Ularning an'anasida, ularning nimasida asla bundoq birisini qaytirib berish yo'q degan shaklda. Liu Zongyi yana deydi-ki, navbatda Sharq Turkiston islom harakatining Taliban hukumatiga sodiq bo'ladiganligi haqida qasam berganligini hamda hukumatning bir qism rayonlarning tartibini saqlashiga yordamlashayotganligini, bu real vaziyat aloqador diplomatik masalalarni texmi murakkablashtirayotganligini ta'kidlagan so'zda. Uning aytishicha, Afg'oniston tashqi ishlar ministrligining Xitoy ishlariga mas'ul bir amaldori ularni ayblab, ya'ni Xitoyni ayblab qilgan so'zida o'tdi bu yerda. Xitoyning o'tgan 5 yilda Afg'onistonga bergan pulining Amerika bilan Yevropa ittifoqi Afg'onistonga 1 yilda bergan pulining parcha qismiga yetmaydiganligini aytganligini deydi. Yani sen nima qilsanki bizga bunda deb talab qo'ysa. Ammo Xitoy vakillari bo'lsa, u Taliban qanday javob qilgan? Afg'onistonning hozirgi ahvoliga kelib qolishiga g'arb ellarining sababchi ekanligini, shunga ularning majburiyat ekanligini, bundoq jiq iqtisodiy yordam qilish, har tarafdan bundoq mablag' berish ularning majburiyati, chunki g'arb ellari sababchi bo'ldi deb Xitoy bu yerda manda javob bergan. Xitoyning bo'lsa faqat insonparvarlik nuqtasidan yordam qilayotganligini da'vo qilishgan. Insonparvarlik kimni aldamoqchisan yani? Asli maqsading nima? Jinning qasdi kimda asli? Jinning qasdi nada? Buni bilmaydigan inson bormi? Mazkur Xitoy mutaxassisining bayonlari navbatdagi Xitoy-Afg'oniston munosabatini kelgusi yo'nalishini ma'lum darajada yo'ritib bergan bo'lib, xususan Sharq Turkiston islom harakatiga aloqador bayonlari axborot organlarining, analizchilarining kuchlik diqqatini qo'zg'agan masluf qoldi. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak. Kanadadagi Xitoy parlamenti a'zosining Uyg'ur majburiy emgakini inkor qilishi g'ulg'uli qo'zg'adi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta
Meyli Kanada bo'lsin, meyli boshqa yerlarda bo'lsin, davomli holatda Xitoy bir shaklda o'zining tashviqotini qiladigan, o'zining gapini sotadigan berilarini setib olganligini, yillardan buyon bunday masalalarniki pat-pat chiqib turganligini bilamiz. Bu qatim bu Xitoy Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turk millatlarini mecburi emgekki selish jinoyati allaburun nüfuzluq dokumentlar, guvohliklar, hatta bulupmu Kanada'nınki qanchalik darajada itiraf qilgan, hatta nurg'unlagan Uyg'urni qabul qilib, mushu Xitoyning jinoyatlari sababli hozir turkumlab u yerga davlat tarafidan qabul qilinib, mushu xalqimiz shu yerga kelayotgan bir mezgilda qilayotgan so'zlar bu hamda. Xuddi Kanada hech nimani bilmaydigandek bu Xitoyning o'ttirib qo'ygan so'zlari kulkilik bir masala. Munozir talab qilmaydigan bir masalaga aylanib bo'lgan bir masalani Xitoy bu yerda bu Xitoyninki zuvani bo'lgan bu Xitoy Kanadadagi Xitoy millatidan bo'lgan bir parlament a'zosining Uyg'ur majburiy emgakini inkor qilishi, parlament yig'inida Xitoy amaldorlari takrorlab kelayotgan iboralarni ishiltishi kuchli g'ulg'ul qo'zg'adi. Bu ikki parlament a'zosi o'ttirsidagi munozara bu. 26 mart Kanada Avam Palatasining komitet yig'inida oliy tadqiqotchi Margaret Johnston Xitoyning to'qliq avtomobillar haqida to'xtalganda inson haqlarini ko'zlash tashkilotininki 2024 yildagi dokumentini naql keltirib, Xitoy ishlab chiqargan ko'plagan to'qliq avtomobillar va zapchastlarning Uyg'ur majburiy emgikiga chetishliq ekanligini parlamentda ta'kidlagan Margaret xonim. Ama bununla chidamagan Xitoy parlament a'zosi Ma Rongjing uningga orqama-orqa savol qo'yib, Xitoyning bu jinoyatini inkor qilishga urindi bu Xitoy. Dediki, Margaret xonimning qilgan savolida sizning texnika va to'r bexatarlik sohasida oliy unvoningiz bormi? Yani bu yerda xiyolida uni mat qilmoqchi bo'lyapti-da, uni tuvan tushirib, yani orqa-orqadan savol qo'yib. Uning salohiyatini tövəlletishga uringanda siz Şinjan'da mecburi emgak mevcut deb da'vo qilasiz. Buni o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? O'zingiz u yerga berib baqdingizmi? Yoki apqashdagi gaplarni anglab oldingizmi? Bak tunishlik bilinmayotgandi, qadrli ko'rmalar bu so'zlar. Buni butun Xitoyninki har qaysi davlatlardagi Xitoyning elchisi muxbirlardan savol so'ralganda berilgan Xitoy elchilari javob berdi. Angliyadagi Xitoy bosh elchisi qanchadan qatim butun muxbirlarga aynan bu gapni dedi. Xuddi bu Xitoyga Xitoy Beyjingdan mesaj yoki lipapa bilan avatib mushunda degan deb avatgandaklam o'xshashlikqa qarab boqaylik. Bu so'zlarniki, bu kalimalarning o'xshashlikqa qarab boqaylik. Numussizlarcha Xitoyning elchilari chiqib xalqaro muxbirlar so'ragan vaqtida aynan shu jumlani ishlatmamdi. Siz xohlaganda Şinjanga keling, ko'rib baqdingizmi? Şinjandagi hamma xalq anda yashayapti, mana shu. Afqashli gaplarni anglabsizlar, hammasi yolg'on. Bu iboralarning hammasini Xitoyning elchilari ishlatgan so'zlar bu. Acaba Kanadadagi bir millat vakili parlament a'zosining og'zidan bu so'zning chiqib qolishi, o'xshash so'zlarning ishlatilishi bizni nimalarni o'ylantirdi acaba? Bu numussizlarcha iboralar. Margaret Johnston o'zining inson haqlari tashkiloti bilan yaqin aloqada bo'lib kelganligini javobida javob berdi. Aytib, men shuna inson haqlari tashkilotlari bilan yaqin aloqada bo'lib kelyapman deb savolga javob berishga tirishgan bo'lsa-mu, Ma Rongjing to'xtamay uning so'zini bo'lib, ha yoki yo'q deb javob berishga qistagan. Ko'rdinglarmi bu numussizliklarni? Qarab qo'yaylik bu numussizliklarni. Tafsilot kelmasa, ya ha degan yoki yo'q degan deb o'zininki qaymoqtirg'uchi savol bilan uni mat qilishga tirishyapti. Mazkur dialog ijtimoiy taratqularda tarqalib kuchli g'ulg'ul qo'zg'adi. Shu dialog qisqa shaklda parcha shaklda tarqatilib. İnsan haqlari faoliyatchilari Kanadadagi boshqa parlament a'zolari Ma Rongjingning bayonlariga kuchli norozilik bildirgandan sirt xuddi Xitoy rejimi bilan o'xshash suvanda gap qilgan mazkur Xitoy parlament a'zosi qarata tekshirish boshlash kerakligini ta'kidlashdi. Boshqa Xitoy naslligi, asli Xitoy bo'lgan boshqa parlament a'zolarimi bunga qarshi chiqqan so'zlar bor. Vaqt e'tibori bilan ularning hammasini tilga olmadik. Demek yani bu Xitoyninki bu safsatisini safsatilar qattiq g'ulg'ul qo'zg'an bir masala bo'ldi. Hatta shu parlament a'zosi buning qarta bu Xitoyga Ma Rongjing qarta tekshirish boshlash kerakligini ta'kidlashdi.
Şu ictimai fikir vositalarida qattiq qo'zg'olon qo'zg'agan ekan. Parlament a'zosi Michael David Chong bu haqda to'xtalib, bu ilgari Xitoy tarafidan jazoga uchirgan ilgirki yillarda esinglarda bor. Jazoga uchirgan davomli shu haq tutganligi uchun jazo tizimligiga kirgizilganlarning biri bu. Bu vaqtda to'xtalib, Marunjonning Sharq Turkistondagi majburiy emgakka gumon bilan qarashining kishini andishiga soladiganligini, amaliyotda bu masalada hech qanday shubha yo'qligini sonsizlagan axborot organlari va inson huquqlari tashkilotlarining bu vaqtda xabar dokumentlarini e'lon qilganligini, Kanadaning bu masala sababli 4 shaxs va bir organga jazo yurgizganligini, shundaqla Uyg'ur majburiy emgakiga ketishlik mahsulotlarning Kanadaga kirishini cheklashga tirishayotganligini bildirdi bu so'zida. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy parlament a'zosi Ma Rongjiang Hong Kongda tug'ilgan bo'lib, 12 yosh vaqtida Kanadaga ko'chib kelgan. Ammo afsuski, ya'ni allaburun Xitoy zihniyati bilan zaharlanib ketgan Xitoy ekanki, bu hozirgacha Xitoyning zuvani bilan gap qilyapti. Bu masala aslida kichik vaqtidan boshlab bu yerda cho'ng'gan ekan, hech bo'lmasa shu davlatning qimmat qarashlariga hurmat qiladigan, inson huquqlariga hurmat qiladigan bir inson bo'lsa-edi. Ammo afsuski, mayli Amerikada bo'lsin, mayli nada bo'lsin, tigi Xitoyli bo'lsa, bir yerlardan yana shundoq o'zininki Xitoylarga yon bosadiganligi, u zihniyatdan qutulolmaydiganligini nəhayət yaxshi bilamiz. Dünyamı bilib yetyapti kundan kunga. Uzun mezgil siyaset bilan shug'ullangan Ma Rongjiang bultur dekabr oyida Konservativlar partiyasidan chekinib, Liberal partiyasiga qo'shilgan. Bu yil 1-oyda yana Kanada bosh ministri Mark Carneyga qo'shilib, Beijingga ziyoratga borganlarning ichida bor edi bu Xitoy. Demek bu şekilde qadrli ko'rmalarimiz, yani Xitoylar bu şekilde mushqatim qilgan ziyoratda. O vaqtda bu ziyoratni biz to'xtalgan tuxamalarga bilisizlar, analiz qildik. Yana bir qancha bu haftadagi muhim xabarlarimizga qarasak, Xitoy mudofaa sanoatining eng chong shirkatlaridan biri bo'lgan Xitoy Aviasiya sanoati guruhining sobiq bosh direktori Tan Roysong vazifasidan foydalanib 700 million yuandan ortiq qonunsiz kirim qilish, ichki uchurlarni sirtqa oshkorlash qatorli jinoyatlar bilan ayblanib, 2 yil kechiktirilgan o'lim jazosiga hukm qilindi. Qarab qo'ying, g'oyat zo'r bir san bu dollarga o'zgarsimi? Ya'ni u darajada Xitoy qancha anda qilish kerak, manda qilish kerak deb Xi Jinping hokimiyati qilgan bilan Xitoyning qaysi darajada chirib ketganligini ko'rib olamiz yani. Eng kichigidan to'g'an qatlamdan eng cho'ng qatlamgacha nada bo'lsa Xitoyning poraxo'rlik ichiga shu dengizga sho'nganda sho'ngib ketganligini ko'rsatgan bir bir uchur xabar. Amerika Isroilga Iran urushi 25-kuniga qadam qo'ygan bir paytda, ya'ni 25-bugani hozir nechinchi kuniga to'g'ri keldi. Bir qancha kun ilgari e'lon qilgan xabarimiz. Xitoy Isroildagi fuqarolarni darhol ayrilishga chaqirdi va Misr chegarasidagi Taba chegara eg'izi orqali tarqoqlashtirishni tashkillaydiganligini bildirdi. Va Tayvan Xitoyning rayondagi kuchayayotgan harbiy harakatlarga taqobil turish va o'zining kuchini oshirish maqsadida Amerikadan setib olgan MQ-9B Sky Guardian tipli zamonaviy uçquchsiz aeroplanlarni topshirib oldi va rasmiy marosim bilan Tayvan mudofaa sistemasiga kirgizdi aqida ko'rinib turayotgan. Buning bilan Xitoyning mush rayondagi har xil to'xtovsiz tajovuzchiligini texambak 7-24 soat shu kuzatish iqtidorining g'oyat zo'r kuchaydiganligi xabarning tafsilotida berildi bu haftada. Ve Meta şirketi, Xitoyning sun'iy aql şirketi Manus'ni setib olgandan keyin hammamiz bilamiz. Bu xabar ilgirimi tafsiliy holatda chiqqan qancha pul setib olgan tafsilotiga kirmaymiz. Setib olgandan keyin Xitoy rejimi bu vaqtda tekshirish boshlagan bo'lib, Manus şirketining bosh ijroiya amaldori Shao Hong, bu ko'zoynakli Xitoy va bosh tadqiqotchisi Ji Chaoning chet elga chiqishini chekladi. Qadrli ko'rmalarimiz. Ya'ni Xitoy o'ylab qo'ydi, yani boshqa bir shirkatga setilgan emniyatda boshqa davlatlarda bo'lsa, buni alayda bunda fan texnikada natija qozongan davlatimizga mandaq davlatimizning yuzini boshqa yerda ko'tirding deb emniyatda dunyoning har qanday yerda bundaq chet elga chiqara olgan o'zining bir har qanday bir mahsulotini davlat uni atoyatini chaqirib emniyatda mukofotlab bizni Xitoyni tuntibatsa deydi. Ammo Xitoyda
ana shundaq natija qozonganlar nima akab uning 70 avlodiga tekshirib sen nima satding nima qilmoqchi deb Xitoy rejimining süptüğü bu hamdi. Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi Beyjingda Xalqaro atom energiyasi organining boshlig'i Rafael Grossi bilan ko'rishganda Amerikaning yadro aslahalarini nishonlaganligiga ishorat qilib, ba'zi davlatlarning xalqaro qoidalarini buzayotganligini da'vo qildi. Buning bilan ko'rishgandim yani. Maqsad kim Amerika, Amerika anda qilib ketdi, bunda qilib ketdi. O'zi eng yadro qoral meselesinde biz tinchlikni xohlaymiz. Xabarning tafsiloti bir muncha Wang Yining safsatalari var. Bu shunday darajada davom qilyapti. Va oxirgi Yevropa ittifoqi bilan Avstraliya 8 yil davomlashgan suhbatdan keyin savdo va mudofaa sohasida tarixiy kelishim imzolab, Xitoyga bo'lgan beqinishni azaytish va Trampning yuqori tamojni besimiga taqobil turish uchun muhim qadam tashladi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Trampning Yevropa ellariga hammasiga qattiq bo'lib tamojni masalasida jiddiy besim qilayotganligini bilamiz. Yevropa rahbarlari oqoqidan o'tganlarda bir-birlab Xitoyga berib keldi. Xitoyning shu nadir tuproq elementleri bu masala dunyodagi hamma narsani jiddiy shaklda monopol qilayotganligi uchun bu Yevropa Amerika boshliq hammasi jiddiy bundan rohatsiz bir aram ekanligini bilamiz. Buning uchun nurg'un yo'llarni izlayotdi. Bu shaklda bu qatim Yevropa ittifoqi bilan Avstraliya 8 yillik suhbatdan keyin bu kelishimni tuzganligini e'lon qildi. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, bu haftalik xabarimiz bulardan iborat. Allah ömür bersin aldığımızdaki hafta yüz görüşükçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.